Selam dostlar. Bugün ben sizler bilen Arxip Gamerman. Mana men do'st tarkibda sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu eng kuchli emas, lekin bo'laveradi. Yaxshi tarkibmi yo'qmi? Kimlar shunday tarkib bor? Izohlarda qoldiringlar yozib. Shunday tarkiblar bor bo'lganlar yozsin. Unday bo'lmaganlarim yozsin mayli. Mana bu nega deb o'ylayapsizlarmi? Mana bu yerda barta bo'lar-ku, mana. Shu 3 ta ortib qolgan, mana shunga ishlatib yubordik, hop. Kerak emas edi hamma. Haqida yoztiraman. Sizlarga savol, Kurtova yaxshimi, Alisonmi? Lekin bizda Alison asosiy tarkibda turadi faqat. Shomurodov bor va Husanov bor. Buni ham yozib qoldiringlar mayli. Shomurodov yoki Husanov. Qaysi yoqsa shuni yozinglar. Kommentariyada yozinglar. Agar bu videodan biz ikkita bo'lsak, ikkita obunachi bo'lsak, endi boshlaganmanda ikkita 500 ta like va 1 bo'lamiz. 500 ta like yig'ib beringlar. Ular iltimos. Mana bu yangilari ham hammaga kelgan bo'lishi kerak. Mencha hammaga kelgani o'ylayapman. Son 83 bo'ldi. Endi 82. Mana bu tarkiblar bo'yicha ko'ramiz. Shundan bo'yni qaranglar. Darvozaning bo'yi eng kattasi ham eng zo'rda. Xullas videoni shu joyda to'xtataman. Shu videoga 500 ta like yig'ilsa YouTube'ga yaxshi video chiqarib boshlayman. Oldin videoga like bosmaganlar uchun like bossin. Agar like bosmaganlar nigger bo'lib ketsin. Mana shunga o'xshagan nigger bo'lsin. Eshitmanglar. Mana shunga o'xshagan nigger bo'lib ketsin. Like bosmagan va obuna bo'lmaganlar. Xullas, hammaga xayr do'stlar. Sizlar bilan Arxip Gamer bo'ldi. Hammaga